Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajr va savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum rahmatulloh, hurmatli YouTube kanal obunachilari. Alloh rozi bo'lsin. Sizda yaxshi insonlar bor ekan, yaxshi ishlar bo'lib kelyapti. Bugun mana Umarjonni oldiga keldik. Umarjonni holatini ko'rib, hurmatli jamoatlar, videomizni Alloh uchun tarqatib qo'yinglar. Hech kim bolam deb yig'lamasin, hech kim farzand dog'ida kuymasin. Mana shu Umarjon hozir Kitayga borib, lichin olish kerak ekan, unga ham $40,000 ketar ekan. Mana yo'qchilikdan yashab turgan uylarni ham sotuvga qo'ygan, shunga ham yetmaydi. Shuning uchun inshaalloh mana shu videoni Alloh uchun tarqatib qo'yinglar. Kasallik nima dedingiz? Spinal mushak atrofiyasi hozir asosiy narsa qo'l-oyoqlar ishlagani yo'q. Shu jismoniy tomonlama orqada qolib ketyapti. Shu kim ko'rib turgan bo'lsa ulardan yordam so'rardim. Ular uchun o'zini tengdoshlariga yetib olishini xohlaymiz biz. Inshaalloh. O'g'lim xohlasa duo qilinglar, o'zini tengdoshlariga jismoniy tomonlama yetib olsin. Mana shu otani murojaatiga befarq bo'lmaysizlar. O'ziga to'g'ri bog'lanish uchun telefon nomeringizni yozib qo'ysangiz. 50lik 270 0544. O'zim nomeri. Alloh rozi bo'lsin. Yana karta nomerlarini qo'yib boramiz. Befarq bo'lmaysizlar. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, hurmatli otaxonlar, akukalar, hurmatli domlamiz, qorakamiz. Avvalo bugun ushbu juma kunida siz azizlarni qolaversa muhtaram domlamizni sog'-omon, tinch, osoyishta ko'rib turganligimizdan Allohga shukronalar aytamiz. Alloh azza va jalla domlamizga uzoq umr bersin. Uzoq yillar mana shu payg'ambarimiz alayhissalomdan meros bo'lib qolgan minbar, mehrob omonatida xizmatda bardavom bo'lsinlar. Dar haqiqat domlamiz aytib o'tganlaridek bir necha marotaba bu masjidga kelib juma o'qishlik, tadbirlarda ishtirok etishlikni Alloh nasib qilib turibdi. Haqiqatda ham avval ham aytganman, bu tabarruk masjid, bu yerda qancha ulug' zotlar xizmat qilib o'tganlar, namoz o'qiganlar qolaversa, shunday ulug' zotlar dafn qilingan joylarga yaqin bo'lgan hududlarda turibmiz. Alloh azza va jalla hammalarimizni ibodatlarimizda bardavom qilsin. Mana shunday bir-birimizga mehr oqibatimizni ziyoda aylagan bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugun siz azizlar bilan jumadan avvalgi juma xutbasidagi mav'izamizda zikr haqida suhbatlashamiz. Zikr mo'minning qo'rg'oni. Zikr mo'minni qalbining oromi. Zikr tashvishlardan uzoqlashtiradigan, g'am va g'ussalarni ketkazadigan bir ibodat. Ana inda zonni abdi bi. Rasulimiz aytibdilar, Alloh shunday deyar ekan. Allohning gapini sizlarga yetkazyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Alloh shunday deb aytar ekan, men bandam bilan meni haqimda qilgan nima gumon qilsa o'shandoqman. Bandam meni sevadi deb gumon qilsa, menga rahmati nozil bo'ladi, meni gunohlarimni kechiradi degan qanaqa Alloh to'g'risida gumonda bo'lsa, men shu gumonidaman o'sha bandam. Alloh shunaqa deyapti. Va ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhu wa in ikhtaraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in ikhtaraba ilayya dhira'an ikhtarabtu ilayhi ba'an
وإن أتاني يمشي آتيته وإن أتاني يمشي آتيته هرولة رواه الشيخان الترمذي. ya'ni Rasulimiz alayhissalom Allohni bizga aytgan gapini yetkazib, Alloh taolo bandam mendan qanday gumonda bo'lsa shunday gumondaman deb yana davom etyaptilarki, agar bandam meni bitta o'zi zikr qilsa, men u bilanman. Agar bandam meni zikr qilsa, ana men u bilanman. Agar bandam meni bir o'zi zikr qilsa, men ham uni bir o'zim zikr qilaman. Agar jamoat ichida zikr qilsa, men uni o'sha jamoatdan yaxshiroq jamoat bilan zikr qilaman. Ya'ni farishtalar bilan. Alloh azza va jalla bizni eslashligini bildiryapti. Agar bandam meni bir o'zi eslasa, men ham bir o'zim eslayman. Ammo mana bunday jamoat bilan to'planib turib men eslatsa, meni zikr qilsa, men ham farishtalar bilan birga uni yodga olaman. Hozir mana shu siz bilan bizni shu yerda o'tirishimiz, kamina xodimingizni bir hadisni sizlarga aytishligimdagi sizlarni kamoli muhabbat ila eshitib, Alloh meni eslayapti deb turishligingiz ayni paytda haqiqatda ham Alloh azza va jalla farishtalarga sizni eslatayotgan bo'ladi. Alloh bundan ortiq bandaga yana nima rohat bersin? Faqatgina buni xabarini bizga hozir bu eslagandan keyin emas, balki 14 asr muqaddam aytyaptilar-da payg'ambarimiz alayhisalom. Hozir birortasi kelib endi bizga yo'q-ku Alloh taolosini esla deb xabarchi. Lekin 14 asr muqaddam payg'ambarimiz alayhisalom xabarini berib qo'ydilar. Ey bandalar, Alloh shunday deyapti. Agar sizlar ko'pchilik bilan turib Allohni eslasangiz, Alloh sizni ko'pchilik bilan o'sha jamoatdan yaxshiroq bo'lgan farishtalar bilan eslarkan. Nomma-nom hammamizni hozir aytib chiqishligi. Tasavvur qiling. Alloh butun farishtalar ila bizni eslayapti. Nima uchun? Chunki biz bugun Allohni eslayapmiz. Yana Alloh so'zini aytayaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Va ni ikhtaraba ilayya shibran. Agar bandam deyapti Alloh taolo, menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir arsh yaqinlashaman deb. Bir arshin. Bir qarich yaqinlashsa, bandam men unga 10, ya'ni 10 ziroat ko'p. Bir arsh degani arshin deyapti, 10lik. Shuncha darajada yaqinlashaman. Agar bandam men tomonga qadam tashlasa, hadisni qarang azizlar, Rasululloh yetkazgan so'zlar, buni eshitib ko'zingga yosh keladi. Allohning bizga rahmatini qarang. Alloh aytayapti, agar bandam menga yurib kelsa, men u tomonga yugurib boraman deyapti. Subhanalloh. Albatta bu yerda majoziy ma'noda, masalan, Alloh kelishligi, Allohni bizga yaqinlashishligi deganda rahmati nazarda. Lekin shunchalik darajada bandasiga Alloh mehribon. Endi aytingchi azizlar, Alloh bizni zikrimizga, bizni tasbihimizga muhtojmi? Banda muhtoj. Modomiki biz Allohning rahmatiga muhtoj ekanmiz, modomiki biz Alloh azza va jallaning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib jannatiga intilar ekanmiz, Allohni eslamoqlik bu biz uchun kerak. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning oldilariga bir sahoba kelib aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga ko'p ibodatlar qiyinchilik tug'diryapti. Osonini o'rgating. Oson o'rgatingki, men o'sha niyatimga ajrga yetadigan deyodilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, tiling zikrida doim nam bo'lib tursin dedi. Tiling doim zikrda tursin. Mana shu eng zo'ri. Eng ulug' ibodat mana shu zikr. Alloh Qur'onda yana aytadiki, "Estaizu billah", bizga nido qilib
iymon keltirganlarga aytyapti-da, masalan, Alloh bizni yaxshi ko'rgan ismimiz bilan chaqirib o'zini zikr qilishlikka buyuryapti. Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu. Mana shu nido. Ya falon demayapti. Yo inson demayapti, Alloh taolo chaqiryapti. Ey iymon keltirganlar deyapti. Alloh siz bizni chaqiryapti. Bizni mu'min deb chaqirishi qanday ham go'zal. Alloh aytayapti, ey iymon keltirganlar, Uzkurulloha zikran kathira. Alloh taoloni zikr qilinglar. Ko'p zikr qilinglar debdi Alloh taolo. Ko'p zikr qilinglar. Wasabbihuhu bukratan va asila. Va erta-yu kech unga tasbih aytinglar. Alloh taoloni o'zini zikr qilishlikka bizni chaqiryapti. Siz yoqtirmaydigan birortasi sizni eslashini xohlamaysiz. Siz yoqtirmagan odam sizni eslashini ham, sizga salom aytib yuborishligini ham agar eshitsangiz, insoniylik nuqtai nazaridan falonchi sizni esladi, falonchi gapirdi desa, salomat bo'lsin deb qo'yasiz, lekin qalbingizda unga mehr yo'q, chunki siz uni yoqtirmaysiz. Hattoki uni salomiga ehtiyojingiz ham yo'q bo'ladi, biror bir kishini yoqtirmasangiz. Agarki siz haqingizda o'sha joyda gaplashildi desa, sizda gumon ham paydo bo'ladi. U meni haqimda nima qildiki-na deb. Chunki u sizni yomon ko'radi, siz uni yomon ko'rasiz. Va siz hech qachon uni sizni eslashini xohlamaysiz. Shuning uchun uni meni eslab tursin yoki unga salom aytib qo'ying degan gaplarni ham aytmaysiz. Alloh azza va jalla siz bizni sevganligi uchun, ey bandalarim, ey iymon keltirganlar, meni eslab turinglar deyapti. Meni eslab turinglar. Meni zikr qilib turinglar. Mana shu bilan sizlarga ajr beraman, mukofot beraman. Alloh azza va jalla mana shunchalik bizga mehribon. Shuning uchun uzun hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan hadisda sab'atun yudilluhumullohu yawma la dilla illa dillu. Ya'ni 7 toifa kishini u dunyoda arshning soyasida turgizadigan 7 toifa kishini sanab berganlar. Bu mashhur hadis. Qiyomatda soya bo'lmaydi. Hamma soya izlab turgan bir paytda 7 toifa kishini Alloh aytibdi, o'zini soyasida soyalantiradi. Mana shu 7 toifadan bittasi Alloh azza va jallani hech kimga bildirmasdan xoli holatda zikr qilib, odat ayna ko'ziga yosh olgan odam. Allohni yolg'iz eslab ko'zingizga yosh olish. Bir kuni bir odam mendan so'rab qoldi. Domla, shu hech yig'lay olmayman. Men shuni xohlayman dedi, shu zikr qilib ko'zimga yosh olishdi. Lekin tunda tahajjud o'qiyman, tasbih aytaman, istig'for aytaman, hamma yo'lda qilaman, yig'lay olmayman. Ammo o'tib ketgan ota-onamni, boshqalarni eslab shuni harakat qilsam yig'i keladi. Ya'ni o'zimni insoniylik musibatlarimni eslasam yig'i keladi. Qiyinchiliklarimni eslasam yig'i keladi. Bemorligimni eslasam yig'im keladi. Lekin hech narsasiz Alloh uchun yig'lash degan narsani qila olmayapman. Qanday qiladi deb shu savolni berdi. Men javob bera olmadim. Men aytdimki, ruxsat bering, men bir kitob ko'ray, bir mavrudi kelsa aytaman, bir esimga solasiz dedim. Bir ulamoni keyin gapini o'qib qoldim. Aslida insonda dunyo uchun yig'lashi bu fazilat emas ekan. Hattoki namozda turib dunyo uchun yig'lasa namoz buziladi. Dunyo uchun yig'lamaysizda. Nima uchun bunchalik ko'z yoshlarga e'tibor beriladi? Agar bir tomchi ko'z yosh chiqarib qo'ygan odamni ko'zini do'zaxning o'tidan qutqargan, shunchalik nima endi ko'z yosh? Yig'lab qo'ysa bo'ldi ekan deymiz ekan u. Lekin Alloh uchun yig'lash haqiqatda oson emas ekan.
ustozlar, ulamolar aytayaptiki, birgina yig'lashingiz uchun, Allohning rahmati uchun yig'lashingizga birgina sabab Alloh azza va jalla sizni shu paytgacha qilib kelgan gunohlaringizni bandalarga ko'rsatmay turishligi. Alloh bizning gunohlarimizni agar ochib bersa edi, bir davrada na oilamiz bilan, na birodarlarimiz bilan o'tira olmay qolar edik. Alloh bizni shuncha gunohlarimiz bo'lsa ham, Allohga shuncha isyon qilgan bo'lsak ham, bugun bizni shu masjidga olib kelib peshonamizni sajdaga qo'yib qo'yishligi bizni yig'lashga loyiq ne'mat bo'ladi. Zikrda mana shuni eslamoq kerak. Xatolarini, gunohlarini eslab, Allohning rahmatini umid qilib, jannatini orzu qilib, Rasululloh alayhi salatu vasallamni jannatda ko'rishlikka intilib, Allohning diydorini ko'rishlikka mushtoq bo'lib, kechqurunda zikr qilib yig'lagan inson mana bu haqiqiy zokir va aytilingan fazilatlarning egasi. Abi Rabi' Hanzala ibn Rabi' al-Usaydi al-Katib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kotibi bo'lgan bu sahobadan rivoyat qilinadi. Ahadi kuttabi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hanzala ibn Rabi' radhiyallohu anhu aytibdilar, bu zot Rasulimiz alayhissalomning kotiblaridan biri bo'lgan ekan. Bu zot aytibdilarki, laqini Abu Bakr, men Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan yo'liqib qoldim ko'chada. U zot, "Kayfa anta ya Hanzala? Qalaysan ey Hanzala? Yaxshimisan?" deb so'radilar. Men u zotga nafaqa Hanzala deb javob berdim dedi. Hanzala munofiq bo'lib qoldi dedim deyapti. O'zidan so'rayapti, Hanzaladan qalaysan desa, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga qarab, men munofiq bo'lib qoldim shekilli deyapti. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hayron bo'lib, subhanalloh deyordilar bu gaplariga. Subhanalloh, ma taqul, nima deyapsan? Nima deganing bu? Qanaqa qilsan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobasi, kotibi qanaqa qilib munofiq bo'lib qolasan? Subhanalloh. Qultu, men u kishiga aytdimki, nima uchun shunaqa o'ylayotganini aytib, nakunu inda Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam yuzakkiruna bil janna wan nar kana ra'i ayni. Biz deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida turganimizda, u zot bilan birga suhbatlarda bo'lib turganimizda, Allohni birgalashib zikr qilib turganimizda, go'yoki jannat bilan do'zaxni o'zimizni ko'zimizda ko'rib turgandek bo'lib turamiz. Payg'ambarimiz alayhisalom bilan birga bo'lganimizda u zot suhbatlaridan ta'sirlanib, ko'zimiz bilan mana jannat, mana do'zax deb turamiz. Fa idza kharajna min 'inda Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam, ammo Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilaridan chiqqandan keyin, ayollarimiz va bola chaqalarimiz oldilariga borganimizdan keyin mana shu hissiyot yo'qolib qolyapti, shuning uchun men munofiqmankin deb o'ylayapman dedilar. Hech narsa qolmayapti. Abu Bakr Siddiq bu gapdan hayron bo'lib aytdilarki, "Fantalaqtu ana va Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam." Hanzala aytibdilarki, Abu Bakr yur deb yetalab Rasulimiz alayhissalomni oldilariga olib bordilar. Oldilariga borib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mana Hanzalaning gapini eshitding? Nima deyapti bu? Sizni oldingizda bo'lganda suhbatlaringizdan ta'sirlanib jannatni o'z ko'zimiz bilan ko'rgandek, do'zaxni o'z ko'zimiz bilan ko'rgandek, jannatga kirgimiz kelib, do'zaxdan qochib, yig'lab, rohatlanib o'tiramiz, ammo bola chaqamiz oldiga borganda hamma yo'q esimizdan chiqib qoladi. Munofiq bo'lib qolyapmizmikin deyapti-ya" dedilar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Bu tabiiy holatligini payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar. Bu insonda bor narsa. Shunaqa bo'ladi o'zi deb turib ularga tushuntiryaptilarki, "Vallazi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi
Allohga qasam ichaman deyaptilar payg'ambarimiz alayhissalom. O'zi aslida qasam so'zni tasdiqlatish uchun ishlatiladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning so'zlarini tasdiqlashlikka o'zi ehtiyoj yo'q. Quvvatlantirishga, u zot hech qachon yolg'on gapirmaydilar. Lekin qasam bilan aytishliklari o'ta buni e'tiborliliklar. Rasululloh aytayaptilar, mani jonim, mani nafsim qo'lida bo'lgan zotga, Allohga qasam ichib aytaman. Agar sizlar tashqariga chiqqaninglarda ham xuddi meni oldimda turgandaqa darajada tura olganinglarda, xuddi shunaqa zikrda, xuddi shunaqa Allohni eslashlikda bardavom bo'lganinglarda edi. Farishtalar sizlar bilan yotgan joyingizda ham, ko'chada ham qo'l berib so'rashgan bo'lardi dedilar. Agar shunday bo'lganinglarda lasafatkumul malaika ala furshikum va fi turqikum, mana Rasululloh aytibdi. Ya'ni musofaha qilgan bo'lar edi. Ala furushikum, joyingizda bo'lsa ham, va fi turqikum, va ko'chalarda bo'lsa ham siz bilan ko'rishib ketar edi. Walakin ya Hanzala sa'atan va sa'atan, sa'atan va sa'atan, sa'atan va sa'atan deb 3 marta qaytardilar. Lekin Hanzala bir unday bo'ladi, bir bunday bo'ladi, bir soat bunday, bir soat bunday deb qo'ydilar. Rasululloh 3 marta qaytardilar. Agar bu hadisda bizga juda katta tarbiya beryaptilar. Agarki biz mana shu zikrda, ya'ni Allohni eslashda, Allohdan umid qilishlikda, qalbimizda, ko'chada yurishda, ishda xuddi hali men avvalida aytgan Naqshbandi hazratlarining shioridek qo'limiz mehnatda bo'lib yuraversin, ammo qalbimiz Allohda bo'lsa, zikrda bo'lsa edi, farishtalar ko'rishardi. Xuddi shu hadis, xuddi shu voqea payg'ambarimiz alayhissalom mana shu sahobalarga shu gapni aytayotgan mahalda ularning ichida Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu o'tiruvdilar. Buyuk sahoba. Haligi gapni eshitib o'tiruvdilar. Juda ta'sirlanib ketgan ekanlar. Shu sahoba Rasulimizni mana shu gaplardan juda ham ta'sirlanib ketgan ekanlar. Shu ko'chada ham yurganimda mana shunaqa holatda bo'lsam men bilan farishtalar ko'rishadi deb ta'sirlangan ekanlar. Yillar o'tib mana shu Imron radhiyallohu anhuning bir do'sti u kishining kasal bo'lganini eshitib oldilariga bordi. Shu darajada bu zot kasal bo'lib qoldi. Endi bularning hayoti alohida bir aytib berganman bir masjidda. Bu alohida bir hikoya. Men bugungi zikr haqidagidan esimga kelib aytayapman. Bu sahoba uzoq yil, bir necha yillab to'shakda yotib qolgan ekan. Qamishdan qimillamay, suyaklari bilinib qolgan darajada kasal bo'lgan. Birortasi kirsa qo'rqib ketar ekan shu sahobaga qarab, ko'rinishidan. Necha yillar yotib qolgan. Suyaklari ko'rinib kirgan odam shunaqa bo'ladi. Bir do'sti kirib yig'lab yorgan ekan ko'rib. Ey Imron, qanaqa eding? Qanday sahoba eding? Qanday inson eding? Nahot shunaqa bo'lib qoldi? Bir Allohga duo qilib, Allohdan bir shifo so'ragin. Men ham bir duo qilay, shu holingni qara, shunaqa holatga tushib qoldim deb yig'laganlarida bir gap aytaman, ammo hech kimga aytmaysan, va'da ber. Ha, aytmayman. Men hech qachon so'ramayman shifoni. Bilasanmi nimaga? Men rozi bo'laman shu kunga. Nimaga? Men o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda kim meni oldimdan chiqqandan keyin ham xuddi shunaqa holatda yursa, farishtalar u bilan ko'rishib ketadi degan gapini eshitgandan beri shunaqa holatga tushib oldim. Hech kimga aytma. Shu joyda yotganimda har kuni men bilan kelib farishta ko'rishib ketyapti degan ekanlar. Men buni hech narsaga almashtirmayman dedilar. Mana bu bizga o'rnak. Biz Allohni eslashlikka harakat qilamiz, zikr qilamiz. Qachon azizlar? Alloh bizni kechirsin. Kasal bo'lganimizda aytadigan gapimiz bor. Nima gunohim uchun deb. Bu hammamizga shu nima qaysi gunohim uchun bunchalik men azoblanyapman? Bir domla shu gapni aytayaptilarki, biz shuni deydi, aksini aytishimiz kerak.
qaysi gunohni qilmadimikin o'zi aslida deb deydi. Qancha gunoh bo'lsa qilganmiz, yana qaysi gunohni uchun deb qo'yapmiz ekan. Musibat yetganda Allohni eslab, qiyinchilik yetganda Allohni eslab, mashaqqat yetganda Allohni eslab qo'yish kerak emas, balki Allohni yaxshilik kunlarda, xayrli kunlarda, salomat kunlarda eslash kerak. Ana o'shanda biz ko'proq zikr bilan mashg'ul bo'lishlikka harakat qilgan bo'lamiz. Rasulimiz alayhissalomni hadislaridan keltiramiz. Aytadilarki, Rasulimiz alayhissalatu vassalam: "Ala unabbiukum bi khayri a'malikum va azkaha 'inda malikukum." Sizlarga xo'jangizni huzurida eng yaxshisi bo'ladigan, darajalaringizni ko'tarib yuboradigan, oltin va kumushingizni infoq qilishdan ham ko'ra yaxshiroq bo'ladigan amalni o'rgataymi dedilar. Hamma narsadan, o'sha jihod bo'lsin, boshqa bo'lsin, hamma qul ozod qilish, hammasidan ham a'loroq narsani o'rgataymi deydilar. Sahobalar o'rgating deydilar. Zikrullohi dedi, Allohni zikr qilinglar dedilar. Allohni zikr qilish. Mana bu narsani aytishlikka harakat qilishimiz kerak. Bir kuni kambag'al sahobalar Abu Hurayra radhiyallohu anhu, Suhayb Rumi, mana shu ahli suffalar bo'ladi. Ular payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga borib shikoyat qilib qoldilar. Hazrati Bilol bor ularning ichida, 5-6 tasi bor. Sahobalarning boylaridan shikoyat qildi. G'alati eshitiladi, boylardan shikoyat qilish. Ular boy, ular badavlat degan shikoyat qilmadi u bizga o'xshab. Bizda unaqa shikoyatlar bo'ladi. Ular nima dedi deng? Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz ham mo'min musulmon, boy sahobalar ham mo'min musulmon. Lekin ular ajrda bizdan o'tib ketyapti-ku. Chunki biz Alloh buyurgan buyruqda namoz o'qiymiz, roza tutamiz. Boshqa qila olmaymiz ibodat. Lekin ular pullari borligi uchun boshqa ibodatlarni qiladi. Masalan, zakot beradilar, hajga boradi, boshqa qiladi. Ular ajrda bizdan o'tib ketyapti dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom sizlarga bir narsa o'rgataman dedi. Ularni qilayotganidan ham o'tib ketadigan dedi. O'sha infoqidan ham, nafaqasidan ham, zakotidan ham, hammasidan ham o'rgataman. Sizlar o'zingizlar bermaysizlarmi, ihson qilmaysizlarmi, sadaqa qilmaysizlarmi dedi avval. Sahobalardan birlari, bola chaqamizga nonimiz yo'q, nimani sadaqa qilamiz dedi. Yegani ovqatimiz yo'q ya Rasululloh, nimani sadaqa qilamiz dedi, men o'rgataman dedi. Ulardan ham ko'p sadaqa qilishni o'rgataman dedi. Qanday qilib deydilar? Har namozdan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 34 marta Allohu akbar desanglar 100 ta bo'ladi. Mana shuni aytinglar, o'shalarda hammasidan ko'ra ko'proq qilgan bo'lasizlar dedi. Ajringlar ham ko'p bo'ladi. Namozdan keyin hammasi o'tirib tasbih aytadigan bo'lib qolishdi. Ba'zi sahobalar hayron bo'ldi. Bitalari kelib aytdiki, bu ish qilinmasa dedi, nima bo'lyapti? Qatdan qilyapsizlar deydilar. Ha shunaqa bo'ldi-da dedi. Keyin boy sahobalar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga bordilar. Bular mashaqqat deyapti, o'tirishib hammasi tasbih aytyapti, nima bo'lyapti dedi. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu, Hazrati Usmon radhiyallohu anhu, boy sahobalar. Keyin payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, ha, men o'rgatdim ularga. Shu sizlardan yetib olishlik shuni qildi deydilar. Haligi sahobalar ham kelib o'tirishib oldi keyin. Ular ham tasbih aytadigan bo'lib qoldi. Kambag'al sahobalar yana bordilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga, borib aytdilarki, "Ya bular ham o'tirishib oldi-ku, endi bizga boshqa narsa o'rgating" dedi. Musobaqani qarang. Musobaqa ajr talashyapti. Savob talashyapti. Bular ham biz qilganini qilyapti, bizga boshqa narsa o'rgating deydilar. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Alloh xohlaganini, fazlini ziyoda qiladi, sizlar qilaveringlar dedi. Kimiki qabul, kimga ko'proq ajr beryapti, kimga ko'proq savob beryapti, buni Alloh biladi. Qilaveringlar. Shuning uchun tasbih aytishlikka hech malollanmaslik kerak. Bemalol
Albatta bu tavsiyalar hammasi. Masalan, buni orqasidan ham tortishib, o'zi aslida buni qilish kerakmi, qilish kerak emasmi, bu bid'atmi, qancha tortishuvlar qilamiz. Bitta odam kelib mendan so'rayapti, hujjat bormi, tasbih qilib ayting. Shuncha hujjat bor, ko'rib tur. Hozirga ham bitta hujjat, hozirga ham bitta dalil. Men aytdim, birodar, sizga uni dalilini isbot qilib aytgunimcha men o'zi 33 ta tasbih aytib qo'yaman. Xohlasangiz ayting, xohlamasangiz aytmang, lekin aytayotganlarni malomat qilmang. Allohni eslab rohatlaning. Qanday qilib eslasangiz eslang, lekin rohatlaning. Qur'on o'qib eslaysizmi, tasbih aytib eslaysizmi, hammasini. Lekin shuni qiling. Allohni eslashlik bandaga rohat olib keladi. Allohni eslashlik. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'proq zikr qilishlikni sahobalarga o'rgatdilar. Yana bir hadis. Ajib bir hadisni ham sizlarga ilinib zikr haqida hali ko'rib shuni yozib oldim, chiqartirib. Abu Sa'id radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, Muaviya masjiddagi halqa oldiga chiqdi. Sahobalar halqa bo'lib o'tirib tasbih aytib o'tirishgan ekan, subhanalloh qilib zikr qilib o'tirgan ekan. Muaviya radhiyallohu anhu ularning oldilariga chiqib, "Ma ajlasakum?" Sizlarni bu yerga nima o'tkazdi dedi. Namozdan keyin o'tirib qoldinglar, nimaga o'tiribsizlar bu yerda? Nega o'tiribsizlar deb savol berdi. Ular aytdilarki, bizni o'tkazgan narsa jalasna nadkurulloha va nahmaduhu ala ma hadana lil islam va man bihi alayna. Biz bu o'tirishimizdan sabab Alloh taoloni zikr qilamiz va Alloh bizni islomga hidoyat qilganligi uchun va mana shu ne'matlari uchun Allohga hamd aytamiz dedi. Shuning uchun biz o'tiribmiz, boshqa narsa yo'q. Sahoba aytibdilarki, Allohga qasamki undan boshqa narsa sizlarni o'tkazgani yo'qmi dedi. Ya'ni qasam ichiryapti ularga. Allohga qasam ichib aytasizlarmi? Allohdan mana shu siz aytgan zikrdan boshqa narsa sizlarni o'tkazmaganiga deyapti. Ular aytdilarki, Allohga qasam ichib aytamiz, bundan boshqa narsa bizni o'tkazgani yo'q berdi. Ya'ni dunyoviy so'zi qilib o'tirganimiz yo'q, g'iybat qilib o'tirganimiz yo'q, faqatgina shu zikr uchun o'tirib biz Allohga qasam ichamiz dedi. Shunda u sahoba Muaviya aytdilarki, men sizlardan tuhmat yuzasidan qasam ichishni talab qilganim yo'q dedi. Man hech kim mendaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaqin yurib oz hadis rivoyat qilgani yo'q deyapti. Ya'ni men Rasulullohga yaqin yurganman, lekin juda ham oz hadis rivoyat qilganman. Shuning uchun meni hadislarim ancha ishonchli degan ma'noda aytayaptilar-da. Men bir voqeani guvohi bo'lib qolganim uchun aytayapman. Payg'ambarimiz alayhi solatu vassalam o'sha davrlarda xuddi shunaqa sahobalar o'tirib xalqa qilib o'tirganida oldilariga kelib shu savolni bergan ekanlar. Shuning uchun xuddi shunaqa qilib berdi. Payg'ambarimiz alayhisalom ham kelib sizlarni bu yerga nima o'tkazdi deganlarida shu Allohni eslar, zikr o'tkazdi. Qasam ichasizlarmiki? Ya'ni qasam, Allohga qasam bilan shundan boshqa narsa o'tkazmadi deb aytasizlarmi deganlarda ular Allohga qasamki biz bundan boshqa narsa o'tkazmadi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, men sizlarni tuhmatdan yoki bir narsadan qasam ichishlikka aytmadim. Buni aytganimki nima uchunligini hozir sizlarga aytaman. Atani Jibril fa akhbarani anna Alloh azza va jalla yubahi bikumul malaika. Hozir sizlar shuna qilib o'tirganinglarda Jibril alayhisalom menga kelib xabar aytdiki, sizlarni ko'rsatib Alloh taolo farishtalarga faxr qilyapti ekan dedi. Ana shuning uchun men yana ishonch uchun shu narsani qildim dedi. Ravohul Muslim, Ravohu salasa Muslim va Termiziy. Uchala zotlar va Muslim va Termiziy rivoyat qilgan bu hadisni. Ya'ni ma'nosini tushunyapsizmi? Sahobalar o'tirgan edilar. Muaviya ko'rib qoldilarda kelib turib so'radilar, sizlarni nima o'tkiz? Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan ishni qilib qo'ydilar-da endi.
Qasam ichasizlarmi? Qasam ichamiz deganda ki ular hayron bo'ladi. Nima bunaqa qilyapti deydilar, hayron bo'lmanglar. Men xuddi shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ko'rganman. U zot bir kuni o'tirganlarga kelib, sizlarni zikrdan boshqa narsa o'tkazmaganiga qasam ichasizlarmi? Ha, qasam ichamiz. Men sizlarning tuhmatdan qasam ichirganim yo'q. Hozir Jabroil alayhisalom kelib sizlarni faxr qilayotganda. Tasavvur qiling. Bu endi umumiy ma'noda undan keyingi sahobalarga ham bu aytayapti. Demak, bu narsa qiyomatgacha kim shunaqa halqa qilib o'tirsa, kim shu zikrda Allohni turgan bo'lsa, hammasi shunday bo'ladi inshaalloh. Umid qilamizki, bizni ham hozir shu kuni shu yerda o'tirib hozir Allohni zikr qilib turganimizda Alloh azza va jalla farishtalarga bizni faxr qilgan bo'lsin. Chunki Allohni esladik. Endi azizlar, zikrni hayotda nima manfaati bor? Bugun odatda mav'izalarda oxiratga manfaatini va dunyo manfaatini ham gapiriladi, bitta mavzuda ko'tarilgandan keyin. Xo'p, aytamiz, inson bu dunyo uchun ham hayot kechiryapmiz, boshqa qilyapmiz. Umuman zikrni dunyo hayotimizda oxiratga foydasini bildik. Dunyoda qanday nimasi bor? Nima bir-birimizga manfaati bor? Manfaati shundayki, Allohni zikr qilgan odam, Allohni doim eslab turgan odam hech qachon gunoh, fahsh, xiyonat ishlarini qilmaydi. Unda u yolg'onchi zokir bo'lib qoladi. Allohni eslab turib, subhanalloh, alhamdulillah, bir ba'zi kinolarda qo'lida tasbih bilan jinoyat qilib yurganlarni ko'rsatyapti. Mafiyalar qo'lida tasbih, odam o'ldirib boshqa qilib yuribdi. U zikr emasda, u tasbih o'ynayapti u. Bizda ham qo'liga tasbihni ushlab olib, subhanalloh, alhamdulillah, mashalloh, hammamiz zikrda aytib turib, bu yerdan chiqib turib xiyonat qilsak, jinoyat qilsak, bir-birimizni haqqimizga xiyonat qilib ketayotgan bo'lsak, mo'min mo'minni haqorat qilayotgan bo'lsa, mo'min mo'minni tajovuz qilayotgan bo'lsa, bu qanaqa zikr? Allohni eslayaptimi? Demak, u o'sha eslab turgan zotidan uyalsin-da. Namoz, mana namoz aslida hamma yomon narsadan qaytarish kerak. Astag'firullah va aqimus solat inna solata tanha anil fahsha'i val munkar. Namoz o'qing, namoz sizni hamma fahsh va munkar ishlardan qaytaradi. O'qirish kerak, bardavom bo'lib turaversak, namoz to'xtatadi bu narsalarni. Lekin agar u yiqilib turayotgan bo'lsa, shunchaki u kutilgan natijani bermaydi-da. U o'sha qalbi bilan. Shuning uchun zikr deyotganimizda ham sanog'iga o'tirib olish kerak emas. Shuncha mingta tasbih aytdim, mingta salovat aytdim, maqtanamiz. Mingta salovat aytdim, mingta tasbih aytdim, mingta tahmid aytdim, takbir aytdim. Necha mingta odamni qalbiga ozor berdingiz yana. Salovat aytyapsiz, Allohumma solli ala Muhammad deyapsiz, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslayapsiz-da, u zotni ummatini xafa qilyapsiz. Alloh buyuk, Alloh ulug' deyapsiz-da, qo'shningizni haqqiga xiyonat qilyapsiz. Yetimni haqqiga xiyonat qilyapmiz. Alloh zikr degani Allohni eslashlik. Tasavvur qilib turib, mana hozir aytayapmizki, demak Alloh meni hamma harakatimni bilib turibdi. Hozir Allohni eslayotganimga Alloh faxr qilib turibdi. deb turib, shu zikr deb o'tirib qalbida Allohni eslab turib g'iybat qilsa, ig'vo qilsa, qani bu yerda zikrdan ko'zlangan maqsad? Zikr bunaqa bo'lmaydi. Zokir bandalar bunaqa bo'lmaydi azizlar. Zokir banda, Allohni eslaydigan banda, qalbi bilan ham, tili bilan ham Allohni eslab, mana shu Alloh eslagan zot meni ko'rib turibdi degan tasavvurda turadi. Hech qachon buni unutmaydi. Ana o'shinda hamma narsa to'xtaydi. Agarki biz
tasbihimiz jannatga daraxt bo'lib ekiladi inshaalloh. Har bir maqtovlarimiz uchun ajr olamiz. Agarki ulamolar aytarkan, ulug' zotlar, shu tasavvuf ulamolaridan birlari, banda olamdan o'tgandan keyin zikriga, hamdiga, mana shu tasbihiga berilgan ajrni ko'rganida edi, aytarkanki, bu dunyoga qaytib borsam tilimi shundan boshqa narsaga ishlatmasdim deb orar ekan. Tilimi shundan boshqa narsaga ishlatmasdim, agar shu uchun shuncha ajr berishini avval bilganimda edi, tilimni bundan boshqa narsaga burmas edim der ekan. Shuning uchun tilimizni ham, dilimizni ham zikrga mashg'ul qilaylik azizlar. Duo qilaylik. Allohumma ya Rabbi, hammalarimizni zokir bandalardan qilsin. G'ofil bo'lib qolishligimizdan, g'aflatda bo'lib qolishligimizdan Allohning o'zi saqlasin. Ilohim, aytayotgan tasbihlarimiz, tahlillarimiz, mana shu Allohni zikr qilib qilayotgan duolarimizni maqbul qilib, bugungi bizni xayr majlisimiz, Allohning baytlaridan bir baytda o'tirib, Alloh haqida gaplashib, Allohni zikr qilib, ko'zimizga yosh olib, qalbimiz titrab turgan bir pallada Alloh bizni o'zining eng yaqin farishtalariga zikr qilgan, eslagan bo'lishligini nasib qilsin. Alloh bizni eslamoqligi biz uchun qanchalik rohat bo'lsa, mana shu rohatda bardavomlik bersin. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatika ya robbil alamin. Allohu akbar. Salom.